Aziz kuzatuvchilar, yana bitta fayzli xonadonga kelganmiz. Qiziqqanlarga manzilda tushuntirib o'taman. Manzil Marg'ilon shahri. El Ardovli san'atkor, xalq hofizi, O'zbekiston xalq hofizi Ma'murjon Uzoqov uylarida, o'g'limiz uylarida xizmat qilish nasib qildi. Remontlarni qilish kerak ekan. Doğrusu keyingi yilga fasadlarni remont qilamiz. Ichkarida qilgan ishlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Albatta ruxsatlarni olgan holatda video olyapmiz. Hozirgi kunda o'g'illari Hasan aka farzandlari bilan yashab kelyaptilar. Ichkarilarni ham ko'rsatamiz. Aziz kuzatuvchilar, xonamizni ham chizib oldik. Ishlarimizni ko'rishlaring mumkin. Oldingi holatidan o'zgartirib olmadik. Uy egalari eski holatda chorchi o'zgartirib olmaydiganlari uchun taychalar, pechkalar o'rnida qoldi. Rangini berdik. Kraskalarni berib qo'ydik. Devorlarni uni eski holatini ham video davomida qo'yib boramiz. Pataloylar hovuz bo'ldi, oddiy. Seri bo'lgan, spanli bo'ladi muhimi. Ikkita xonamiz bor, pol kraskalari bor. Lustra o'rnatamiz. 90% bitta ishimiz. İşler güzel oldu. Keyingi xonani ham videosini qo'yamiz. Buldu cihan mülkide payda işluğu parizat Saldiyen işkin başıma külfet sevda Kıldın ana feryat Bilmem nasip etmayildin nazı peride Gittiler inşallah Kıldın beni bir bakışla Hüsnün yaşayda cilve kılım